Naqshlardagi go'zallik, naqshlardagi o'zaro uyg'unlik bularning barchasi ko'zni qamashtiradi. Bevosita hunarning inson ziynati ekanligini yana bir karra ifoda etadi. Xalqimizda quroq rizqni qo'shadi, do'stni birlashtiradi degan chiroyli naql bor. Qadimdan onalarimiz mato bo'laklarini e'zozlab, ulardan turli buyumlar yaratganlarda nafaqat tejamkorlikni, balki xonadonga fayz va baraka kirishini niyat qilishgan. Qorovulbozor tumani Cho'lquvar mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi Mahliyo Rahmonova esa 2 yildan buyon bu hunar bilan shug'ullanib, undan oilasiga daromad kirgizib kelmoqda. Men ishsizligim tufayli uyda o'tirardim. Keyin bir kun o'zimga o'zim aytdim, endi ishlamasam nima bo'lmaydi dedim. Mahallaga yordam so'rab bordim. Keyin mahalla menga subsidiya asosida mashinka berdi. Keyin u mashinkani oldimda o'z ustimda ishlab, shu internetga kirib onlayn hunarni nimani o'rgansam menga qulay bo'ladi deb, shu quroqchilik hunarini o'rgandim, o'z ustimda ishladim. Buyurtmalarimni tayyorlab berishga ulgurmadim to'g'risi. Keyin shogird oldim. Boshida bir nafar shogird oldim. Keyin 2 nafar shogird oldim. Oldimga maqsad qilib qo'ydim. Men 2 ta ishchi bilan, 2 ta shogird bilan hech narsa qila olmayapman. O'zimga o'xshagan ishsiz ayollarni 5 nafarini olib, ularning ustida ishlab, ularni o'zim tayyorlab, o'z shogirdlarimni o'zim ish bilan ta'minlab, shu hunarimni kengaytirib, 50 nafar shogirdim, 15 nafar ishchi xodimim bor. Hozirgi kunda o'zimiz brendimizni ishlab chiqardik, Rayhona quroqlari deb, hozir Qozog'iston, Tojikistonlarga ham eksport qilyapmiz. Sabr va mehnat, shu bilan birgalikda alohida dizayn san'atini mujassam etgan quroqchilik hunarida naqshlar har bir hududda o'ziga xosdir. Mahliyoning tikkan yostiq jildlari, ko'rpachalarga urilgan quroqlar esa Qoraqalpoq xalqi naqshlari bilan mujassam. Kelgusida yana ko'plab xalqlar naqshlarini quroqlarimda aks ettirishni maqsad qilganman, deydi u. Shijoat va g'ayrat esa albatta baraka olib kelishi shubhasiz.